Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil kaviyyil metin, el-kahiril zahir, el-haqqul mubin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin, Muhammedinil meb'usi bil vahyi rahmeten lil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz muhterem kavimdaşlar. Müslümanların çıkış yolu nerede degan bu temada ders sözlep kelgan edim. Bunun 6. kısmısı her kandak işte plan tüzüş gerek. Yani plan maksat çokum meyli devlet, meyli cemiyet, meyli cemaat, meyli aile, şahsga kadar hemmiske intayin muhim bu. Şunun için plan buluşu gerek. Bizde bugün plan var mı? Müslümanların musibeti, Müslümanların derdi, kaygısı hakikaten ağır. Bugün en ağır bir günlerde yaşayatıptımız. Kaysı tarafka kalmayla kriz, azap, kaysı yerden izlenmeyle bizge bir ağır günler. Ama bunun hemimiz çıkmakçı, kutulmakçı, çıkış ve kurtuluş için planımız var mı? Plan bu, mühim iş bu. Meyli kandak bir devletten başlayıp tümünü bir şahs kişilik o özünün hayatında yıllık, aylık yoki bir neçe yıllık plan tüzüş gerek. Biz aldığımız dersimizde tayyorlik kıldık mı degan temada sebebini kılış gerek degan. Bugün sebebini kılgan bilen o sebep plan bilen bo'lmasa, maksat bilen bo'lmasa ve şu plan basqış bilen bo'lmasa o bekor ketadi. 10 yillab qilgan ishlarimiz yoki bir neçe yıl qilgan ishlarimiz o bekor ketadi. Ahirisi çıkmaydı. Netice alamayız. Ünümünü koymayız ve bizden yetmekçi olan menzilimizge yetemeyimiz. Şunun için en mühim işlerden birisi bu plan. İslam dini plan ne mi deydi? İslam'da plan bilinmemiş, bu ibadet bu. Belki İslam dininin özü plan. Her kandak işte İslam plan bilen kılgan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in umum hayatı plan ve maksadlık bolgan. Hatta nurgun yaxşı işlerini, şunçilik İslam'daki mühim işlerini bazı vakitlerde kılmadıgen, toskan. Çünkü İslam'ın planlarına o kılıdığan iş ziyan etkegellik için. İslam'ın o plan maksatlarını o uluk iş bulup taşlıqanlık için. Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını Allah subhanahu ve ta'ala Mekke mükerremede cihattan tostu. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabına nurgun kıttım cihat kılmayımız mı? Düşmanlarımızı karşı hareketke öpmeyimiz mi degan vakti mi? Peygamber Aleyhisselam inni lem u'mer bizalik men bununla buyurulmadım. Bu planın içinde bu yok deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bayan kılgan. Demek bu plan hakikaten mühim. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı bu filan yol haritası hakkında Hudeybiye'de sözlep la yes'aluni hutteten yuazzimuna fiha hurumatillah illa a'taytuhum iyyaha degan.
Ular Allah'ның hürmetlerini, yani Allah ulug' qilgan, muqaddas qilgan, muqaddaslarni ulug'laydigan bir planni to'g'ri qo'ysa, men bu planni qabul qilaman. Bu planga kelaman deb Rasululloh mana bu yerda planni o'tirib qo'ygan. Demak, plansiz ish qilish bu insonni nurg'ulg'an mag'lubiyatlarga yoki qilgan ishlaridan yaxshi unum ololmasliklarga elib boradi. Shuning musulmonlar biz ig'ir bir krizisda turyapmiz va bu krizisdan hammamiz qutulib chiqishni istayapmiz. Ammo bizda plan bormi? Nima planimiz bor? Bu plan tashkilotlarda, jamoatlarda bo'lsa, çokum şu teşkilatlarının, şu cemaatlerinin, şu cemiyetlerinin etrafını uyuşuş ve onun etrafını kiliş ve o planını ortak emelge aşırışlı tiriş lazım. Mana bu İslam bizge körsetken yolun bilse. Plan bo'lgandan keyin cho'qim shu planga yetadigan vositalar bo'lishi kerak, uningga vaqt bo'lishi kerak. Alloh subhanahu va taolo planning muhimligini Sura Yusufda bizga bayon qilib nima deydi? Qalal malik inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sunbulatin khudrun wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Mana bu ayette Allah subhanahu ve taala biz Müslümanlara Sura Yusuf'ninki 43. ayetinden 49. bo'lgan mushu 6 oyatga qaraydigan bo'lsak, haqiqatan plan tuzishning, planlik minishning va shu planga yetishishga vositalarni to'g'ri tanlashning ibodat ekanligini, din ekanligini, natijaga erishishning to'g'ri yo'l ekanligini bizga ko'rsatdi, birodarlar. Aziz musulmonlar, mana biz bu yerda shu nuqtani bilish kerakki, nodon insonlar, bilimsiz insonlar to'g'ri bo'lgan ishlardan xato yakun chiqaradi. Ma'no olmaydi aziz birodarlar. Buni ham bilishimiz kerak. Mana bu shu vaqtda Yusuf alayhisolatu vasallamning qishidan qutulib chiqqan bir kishi bor edi. O'sha kishi podshohning qishig'a da xizmat qilardi. O podshohi dediki, men bu tushning tabirini biladigan bir odam bor. Shu odamga bu tushning xabarini deb boqay dedi. O tushning tabirini Yusuf alayhisolatu vasallamning qishig'iga berib so'radi. Yusuf aleyhissalatu vesselam bu tushga qarta nima dedi? Yusuf aleyhissalatu vesselam sizlar 7 yil terg'chilik qilgan. Chunki Misr iqtisodi ochliqqa tayinadigan, dehqonchilikqa tayinadigan bo'lganligi uchun sizlar bu 7 yilda hamma dehqonchilik qilinglar, bosh yaqamison, bika yaqamison, hamma butun kuchinglar bilan 7 yil dehqonchilik qilinglar va terg'on olgan mahsulotlarning hammani o'zining beshida qo'yib qo'yinglar. Bug'doy, qo'noq, guruch hammani o'zining beshida qo'yib qo'yinglar. Uni ajratib atmanglar. Faqat buningdan yeydiganlarni o'zingizninki ehtiyojingizga uygun holatdagini ajratinglar, ammo qolgisini o'zininki postisida qo'yib qo'yinglar, uni ajratmanglar. Mana bu 7 yildan keyin 7 yil keladi. Bu 7 yilda
haqiqatan açarchilik bo'ladi, qahatchilik bo'ladi. Sizlar shu 7 yilning ichida to'plagan ochlik, yeqqan ziroatlar bilan sizlar bu 7 yilni o'tkazalaysizlar. Onundan kim 7 yildan kim bir kalorchilik, bir azodichilik keladi deb Yusuf alayhisolatu vasallam bu tushga bunday ta'bir berdi. Demak, mana 7 yildan kim keladigan shu 7 yilga Yusuf alayhisolatu vasallam qanday tayyorlik qilishni o'tirib qo'ydi. Qanday uningga sabab qilishni o'tirib qo'ydi. Bütün xalqni, barcha fuqaroni hammani safarvarlik qilishga chaqirdi siz birodarlar. Hammani o'rtaq dehqonchilik qilinglar, terikchilik qilinglar. Shu orqali davlatning iqtisodiy krizisga petishini, xalqning qiyinchilikda, ochlikda qilishini va odamlarning ochlikda, qahatchilikda o'lib ketishining oldini olish uchun 7 yil tirishinglar va 7 yil izlaninglar dedi. Ammo teyilgan ochlikni hammani yaratmanglar, hammani ishlatavatmanglar, yoki olib setavatmanglar, balkim uni kimki 7 yil uchun yeginglar. Ammo uni qanday saqlaymiz? Buzilib ketishning, qurt yeb ketishning oldini qanday olamiz degan vaqtda uni o'zining beshida qo'yinglar deb Yusuf alayhisolatu vasallam mana buni o'tirib qo'ydi. Demak, Qur'oni Karim bizga bir krizisdan qutulishning yo'lini va uningga chiqishning yo'lini qanday o'rgatdi. Uning sababini bizga qanday qilishni o'rgatdi birodarlar. Va bu krizisdan qutulish uchun birinchi plan bo'lish, ikkinchi shu planga loyiq bo'lgan harakat sabab bo'lish, uchinchi bu sababni hamma o'rtaq qilish, bir niyat, bir maqsadda qilish. Hammasi bir yetakchining boshning atrofiga to'plashib turib qilishlikni islom bizga o'rgatdi. Mana bu orqali biz krizdan chiqa olamiz biz. Bizda bunday plan bormi? Biz musulmonlarda bu xil plan bormi? Bu krizdan qutulishning, bu navbatdagi eng ig'ir bo'lgan zulmdan qutulishning, xoinlikdan qutulishning yo'li nima? Biz qanday qilib qutulamiz? Bu orqali biz musulmonlar bir plan bor, yetakchining atrofiga to'plashish va uning atrofiga kelish va u planni o'rtaq ijro qilish bizda bormi? Yana Allah subhanahu va taolo bizga Sura Kahfda 93-oyatdan 98-bu oyatgacha deydi: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما إلى آخر الآية. آياتنا آخر قشلك هم من أخبرمان ذو القرنين دنيانın hemmini aylandı. Aylanıp bir yere bağın çığıda bu yerdeki halk pas buzukçılık kılıdıgan, zulüm kılıdıgan, zoravallık kılıdıgan, adamlarının kanını içidigan, adamlara tecavüz kılıdıgan, her türlü askerlikni kılıdıgan bir halkның tehdidi astıda, xavfi astıda qalğanlığını ular his qilishdi. Ular Zulqarnaynga: "Ey Zulqarnayn, bu yerda ma bizning zaminda, vatanda pasatchilik qilayotgan, buzuqchilik qilayotgan, buzuqchilikning hamma turini qiladigan Ya'juj va Ma'jujdan iborat bir maxluqlar bor. Bir maxluqlar bor. Biz onun tahdidi ostida, onun tecavüzü ostida, onun zulmü ostida, onun xafaligi ostida, onun bizga sağan ig'ir azoblari ostida biz. Bu hamma turli buzuqchilikni qiladigan bir maxluq ekan bu.
buningdan qutulishning, buningdan chiqishning, buningdan saqlanishning bir yo'li bor. U yo'l bu qavm bilan bizning oramizda bir to'solg'i selish, ya'ni sepil selish, tom selish, mudofaa qilish. Biz sana chiqimini qilsak, sen bizga plan orqali bu sepilni, bu to'soqni seppasan, biz bundan qutulsak deb Zulqarnaynga mana bu taklifni qo'ydi birodarlar. Bu yerda birinchi xalq uyg'onishi kerak. Xatarni his qilish kerak. Zulmni sezish kerak. O'zining kimning qo'lida yashayotganligini, kim bilan yashayotganligini, kimning boshqarayotganligini uni bilishi kerak birodarlar. Mana o millat mufsiduna fil ard. O xalqning tabiatini bilgan, xarakterini bilgan, kimligini tonigan, qandoq xalq ekanligini his qilgan birodarlar. Uning tabiati buzg'unchilik qilish, uning tabiati zolim, uning tabiati qonxo'r, uning tabiati jallod, uning tabiati yovuz, uning tabiati buzg'unchi. Mana bunday bir xalqning orasida biz deydi. Buningdan qutulishning yo'li cho'qim to'solg'i selish. Buningdan chiqishning yo'li cho'qim buning xatirini bizga yetishdan saqlaydigan bir o'tirda mudofaa temi o'tirga chiqarish deb mana bu xalq o'zligidan qo'zg'aldi. Ammo biz musulmonlarchi? Biz musulmonlar o'yinimizdan turdiqmi? Biz musulmonlar buningga qarshi harakatga o'tdikmi? Biz musulmonlar bu xatarni his qilib, uning oldini oldikmi? Biz musulmonlar uning uchun nima chiqim kassa, nima badal kassa, nima kassa, biz uni berayli dedikmi? Zulqarnayn ma makkanni fi robbi xayr. Meni Rabbim kuch qudratlik qildi, iqtidorlik qildi. Mana buni o'zi menga yetarlik. Fa'inuni biquwwa. Sizlarga kuching bilan yordam qilinglar dedi. Aj'al baynakum va baynahum sadda. Men sizlarga yordam qilsam, qo'llasam, atrofimga kelsam, qo'lingdagi har qanday narsani tashlasam, men seni bilan uning o'rtasida bir tomni, to'soqni qilay. Buni yasaydi. Aziz qarindoshlar, musulmonlar xatarni o'rtaq qilish lozim. Xatarga o'rtaq taqobil turish lozim. Xatarni biroqlam bir yo'qotish lozim. Men ham yo'qota olayman. Mening yo'lim bilan mensan yo'qota olaysa, bunda emas. Bunda bo'lmaydi ish degan. Umumiylik bir da'vo ostida yashayotganlar hammasi o'tirib chiqish lozim. Atuni zubural hadid. Mana tumunning parchalarini akilanglar deydi. Tumunning parchalarini akilanglar. Bu tumunning parchalari bilan ikki tog'ning o'rtasini to'shqizayli. Ikki tog'ning o'rtasini to'shqizib, bu ikki tog'dan orasidagi koridordan o'tadigan yo'lini butun to'sib o'tayli. To's qilib to'sib o'tayli. Sizlar tumur bilan bu to'shqizilib bo'lganda parcha tumur bilan sizlar o'tni puylaydigan mis lini akilanglar va beton tumurdan beton qo'pirayli, beton yasayli dedi. Qalan fuhu puydanlar dedi. Bu o't bulab bo'lgan chig'ida mana sizlar bir misni akilanglar, misni uning to'pisiga qurib o'tay, shuning bilan hammasi o'rtaq bir tumurdan, misdan nima qilingan, yasalgan bir sepil bo'lsin. Bunun ahirida pamasta'u ayyazharu ve mastata'u lahu naqba dedi. Buna bu to'solg'ini sab bo'lgan chig'ida uning ustidan oqlab o'tolmaydi va uni tishmi o'tolmaydi deb Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda
Zulqarnaynning so'zini bizga hikoya qildi birodarlar. Demak, oldi bilan sen bir to'solg'i sol, sen bir sepil sol, sen bir mudofaa qilgin. Anandan kim dushmanidan qutula olaysa, dushmandan saqlana olaysa. Qala haza rahmatun min robbi. Tutgan chaqda bu mening Robbimning rahmati, Robbimning va'dasi kelgan chaqda bu parcha bo'lib ketadi deb Zulqarnayn uni ham bayon qildi. Demak, bu Robbimning rahmati bilan tutdi, ammo bu Rabbimning taqdiri, Rabbimning irodasi kelgan vaqtda bizning tadbirimiz, bizning sabablarimiz, bizning qo'limizda qilgan imkoniyatlarimiz hammasi hech narsa bu. Va kana va'du robbi haqqan, mening Robbimning va'dasi haq. Eng og'izda Rabbimning va'dasi haqqa oshidi, amalga oshidi deb Zulqarnayn bu yerda bayon qildi. Demakki, mana bu qissadan Zulqarnaynning atrofidagi millat kelgusidagi xatarni aniq ko'rdi birodarlar. Dushmanning kimligini aniq bildi. Va ularga keladigan zulm, zo'ravonlik, tahdid, bu ig'ir kunlar kimdan keladiganligini his qildi. Biz his qildikmi? Biz tunidikmi? Biz uni tushundikmi? Balkim tushunganlarimiz bo'lishi mumkin, balkim. İkincisi, maqsadni aniq belgiledi. O maqsad nima? Buningdan saqlanishning yo'li o'ttirdi bir sepilsalar o'tish. Ya'ni dushmandan mudofaa qiladigan, dushmandan qo'g'daydigan moddiy va ma'naviy kuchni paydo qilish. Mana Sulaymon Zulqarnayn buni bayon qildi. Millat nima dedi? Fahal nec'alu leke harcen çıkımını kıldı mı? Bununki kitayirlik her qandaq iş bolsa biz onu kıldı mı dedi. Aziz buraderler. Biz şundaq diyalidik mi? Devatam demiz. Özümüzün halkı, Müslüman kavimdaşlığı musibet kelavatkan çağıda del okşaş bunun çıkımı ne mi bolsa iktisadi bulamdı. Yoki boshqa talablardan bo'lamdi, qanday talablardan bo'lsin, biz buni qilili deb o'tirib qo'yavatamiz yoki qo'ymadikmi? Biz buni o'tirib qo'yavatamiz, qo'ymadikmi? Biz bu haqda birlikka keldikmi, kelmadikmi? Demak, mana bu qissa bizga dushmandan qutulishning yo'li, dushmandan qutulishninki chorasi cho'qimki bir boshning atrofiga yig'ilish va butun kuchni chiqish va plan bilan maqsad minish va shuningga loyiq shaklda usul vositalarni qo'llanish va umumiyuzlik musulmonlar va millat xarakterlik hammasi o'zidagi ba imkoniyat, ba choraning hammini o'tirib chiqish birodarlar. Bugün ilmimiz bağla, ilmimizde yuşuğan, iktisadlarımız bağla, iktisadlarımızda yuşuğan, iktisadlarımız yokla, yönünü vağan, yerini vağan, şundakla oturup çıkı, özümüzden bir meselesini özümüz hal kılışkı olsa mı, onun bir tirişmavatkan buraderler. Müslümanlar, biz her bir şahıs çokum bu krizisten kutuluştan burun Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizge ko'rsatgan yo'l bilan memnunmiz. Qur'oni Karimning o'lchimiga loyiq kammitmiz. Islom bizga ko'rsatgan ko'rsatmani qabul qilmaymiz. Biz o'zimizda bor imkoniyatning hammani xuddi Zulqarnaynning atrofidagi xalq diginiga o'xshash biz diyelimimiz. Buna bir oyunu bakışımız lazım. Fahal nec'alu leke haricen neyro. Biz sana çıkımını kılaylı. Planını sen tüzgün. Sen bunun tedbirini kılgın. Sen bunun yolunu mangın. Ama biz senin etrafında hazır biz. Teyyabız. Aziz buraderler. Aziz Müslümanlar. Mana bu ayet bizge
plan bo'lishni, planni qanday ijro qilishni, umumiylik kishilar bir yerga qanday kelishni, buning oxirisining nima bo'ladiganligini bizga bayon qilib berdi birodarlar. Shuning uchun har bir musulmon biz o'zimiz zulmni qanchalik anglatdik. Biz izildik, biz zulm qilindik davatimiz. Ammo qanchalik zulmni anglatdik, qanchalik zulmni o'tirg'i qo'ydik. O'zimiz emas, o'zaro emas, o'zimizga deyish bilan emas. Hammamiz dunyoga anlatishimiz lozim. Boshqalarga anlatishimiz lozim. Eng oldi bilan Rabbimizga anlatishimiz lozim. Rabbimizga duo qilishimiz lozim. Rabbimizdan tilashimiz lozim va shuning bilan birga buning vositalarini, sabablarini qilishimiz lozim. Biz plan bilan ma'ayla. Her bir musulmon yillik plan qilsin, oylik plan qilsin, necha yillik plan qilsin. Men bu kezitni qanday qutulaman? Men bu zulmdan qanday chiqaman? Men ota-onamga qanday yuz qila olayman? Men Rabbimni qanday rozi qila olayman? Men bu dinimda qanday mangan bo'laman? Buni bir o'ylanib bakışımız lazım birodarlar. Bu planni amalga oshiraylik. Hech bo'lmagan chaqda bugun musulmonlar iqtisodiy jihatdan ig'ir ahvolda turyapti. Bu yil men hech kimga tayanmag'idek, hech kimga qarab qolmag'idek o'zimning turmushini o'zim qilaman. Her oyligimda ya 10% ya 5% çokum men o'zimning bu davosiga, o'zimning diniga, o'zimning bu xalqining, millatining zulmdan qutulishiga yordamimni qilaman. Ilm o'rgatuvchilar shuning uchun o'rgataman. Iqtisod topquchilar shuning uchun topaman. Hamma soha shuning uchun planni tuzib va bu planni amalga oshirgan chog'ida Alloh subhanahu va taolo biz musulmonlarga chiqish yo'li berdi birodarlar. Mana bu plan bo'lish musulmonlarning chiqish yo'li, musulmonlarning qutulish yo'li. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zining kitobi Qur'oni Karimga esilib, payg'ambarning sunnatiga esilib, plan bilan, nishon bilan minishni va shu planning yetishdiki vositalarni to'g'ri qilishni, shu vositalarga amal qilishimizni Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin va rahmatiga rahmanir rahim.